Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Kayfiyatlar zo'rmi? Bugun Yangi bozor Halqaboddaman, Persiyada do'stlar. Bu yerda 247 metr kvadratli hovli joyimiz bor ekan, 2 etajli imorat, korpuslar chiroyli solingan. Shu joyimiz sotiladi. 5 xonali hovli joy bu. Kadastr dokumentida hech qanday muammo yo'q. Eshiklardan kichkacha archalarga kelib chiroyli qo'yibdi. Xohlasangiz o'zingiz boshqacha narsalarni eksangiz ham bo'ladi. Eshiklarda mana stupinkalar bor, kirib kelishimizda. Eshiklari bor. Birinchi etajdan boshlaymiz. Eshikdan kirib kelishimizda chap qo'limizda bir xonasi bor ekan. Va kuxnya ber. Tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Kuxnya ber. Yerda mana chiqib kirmashin, so'q suv. Qarab, bu yerda Xodinlik. ne narsangiz qoladi, ne narsangiz ekitasiz. Ya o'sha ichida qoladanmi hamma narsa? Hammasi qolsa kerak ichida aytamiz. Do'stlar, shu ariston, kirmashin, oqshom qo'ydik. Shu narsalar qoladi. Hammasi. Shu narxini siraz aytib o'taman do'stlar. Videoni ko'p cho'zib o'tiribmiz. Buning narxi 850 million so'm. 2 etajli imorat sotiladi 850 million so'mga. Qaytib berasizmi? Tamam, kelishamiz, xudo xolasa. Mana do'stlar, kelishilgan narxda o'zing telefonga urib bog'lanaverasizlar, ustida kelib gaplashsangizlar ham bo'ladi. Bu yerda yana bir xonasi bor ekan mana do'stlar. Tamam, bu yerda olam. Ajoyib. Ustuni bo'lgan buni. Patolog. Nato'shnimi? Ava. Mana chiroyli deb bezatilgan. Keyingi xonalarni tanishtirib o'taman. Mana bu yerimiz spalni bo'ladi do'stlar. Ava, bu spalni. Garniturlari bor. Bu ham shu nato'shni patolog bo'lgan. Prosta bir remontga kelib turibdi bo'lgani. Chotga yetib bir uzatasizlar bu yerda. Wi-Fi'larni acha qo'yilib turibdi. Gaz, svet, suv, muammo emas bu yerda. Hamma narsa bor. Как sentrdan no'nchiqni sharoit bo'lsa, bu yerda ham shu sharoit bor do'stlar. Bizning uslularimiz turlab olaverasizlar bu yerda. Bu yerda xona ochiladi. Bu yoqqa sanuzel bo'ladigan yerda. Aytdim, eshik ochiladi. Bani uchun ha? Ava. Yaxshi. Vaqtinchalik qolib turibdi, remont bo'lmay. Zo'r, ajoyib. Ikkinchi etajni ham tanishtirib o'tamiz. Obunachilar ko'rib bormayli. Mana, aziz do'stlar, ko'rib turibsiz. Bu ikkinchi etajimizdan nato'shni patolog bo'lgan. Oyog'imiz tiyib, pol bo'lgan. Bu nodon plitadan yo taxtadan bosib qo'yibdi? Taxtadan. Taxtadan, yo'qdi. Buni bo'lgan siz o'xshaydi, ha? Ha, o'zim bo'ladim buni. Bir xona aytmoqchi bo'lganda. Ha, spalni ber. Yerdan patolog aytayotgan vaqtincha turib turaversin deb qo'ydi. To'moy, ha? Yo'q, sog'liq bilan aytdim, nova chiqadi, nova bo'ladi deb. Bir zal bo'ladi-da. Endi spalni ekanmi? O'zlari biladi-da, nova yeyishdi. O'zi planda bu yoqda ne? Yaxshi. Planda bu yoq bo'lish kerak zal buni. Ha, asli planda bu yoq ham keng ekan, ha? Ha. Aniga nima uchun ochiq qoldirib ketdingiz o'zi? Bu yerda planda bu yoq 2 etaj chertak bo'lish kerak, balkon. Havo? Ha, chiqadimi? Havo, planda bor edi-da. Bu yerda mana chertak o'rni bor-ku. Shu chertak o'rni mana. Plan o'zgarib ketdi-ki. Havo. Otizaq mana. Vaqt tarafimizdan qancha qara? Havo shu necha metr bor shuqacha? Endi 30 metr bormi? Yanlışmadan 45 metrmi, shundayroq to'shni bilmayman. Siz bo'lib tashlabsiz sen meni, ha? Havo. Kichkina etib. Bu yoq spalni mana. Do'stlar, bog'layatib turibdi bu yerda. Ajoyib. Gazdan so'yatdan muammo yo'q. Bemalol kelib yashayverasizlar. Aytsangiz mana do'stlaringiz chaqirasizlardan, ustki quruqlar bilan shu yerda bir ziyofat yesangizlar ham bo'ladi. Mana shamolda, ochiq maydon mana, ikkinchi etajında. Eshitganlar ham keng mana. Bu yoqda bir narsa solish planda bor edi o'zi. Bu ham sizga qaraydi, ha? Tamam, zaborgacha ponni biz ekan shular. Shu dum keng ekanmi? Ponni Tobot mahalla. Tobot mahalla bo'g'aynamiz. Asfaltini. Bu to'shni adresi nima deb aytiladi bu yerda? Halqabod mahallasi. Yangi bozordan kelasizlar, supermarketdan Dakansa kelsangiz, Halqabodga kelasizlar. Ro'zagul to'yxonasi bor. Shunga yetmay maktab bor. Maktabdan betonga ko'chaga kirasizlar. Betonga ko'chaning oxiri to'xtagan yerda 10 ko'chaga bir yo'l bor.
Dım tushunmasangiz shu biratga telefon qilsangizlar bo'ladi. 7-maktab. Ava. Telefon nomerini video ostida qoldiraman, bemalol telefon bog'lansangizlar bo'ladi. Mana do'stlar ko'rib turganingizdek, garajam bor mana aytdingni yon boshida. Hozir bir prosta sklad etib qo'yibdi bu yerda. Ko'rsatsangiz. Polni bir mashin orqaga turadi bu yerda. Bizning ayakning stechka etib bir narsalar testlarda bog' tarafına keldik. Огородlarni ko'rib turibsizlar, yong'oq ekib, anar, meva qo'yibdi, uzumlari bor. 45 metr joydan shu yoqqacha. Malxonalar solib turibdi, malxonasi? Yo'q, malxona salom turibdi, usti bosilmagan qurib. Malxonalar tayyor turibdi. Bemalol mollarni ekib, chorvachilik qilsangizlar bo'ladi. Laydan solingan ekan, ha? Nima mana malxona ber letni chertak bo'lgan yer bu chertak o'rnida turganimiz malxona. Yani qishqi bo'lsa, zimniy. Ajoyib, zo'r. Mana yurib ko'rsataring o'sha yoqda. O'zida menchalik uzoqlikda. Do'stlar, 45 metr degan ham zo'r gap bu. Mana agar kimga qiziq bo'lsa, agar olaman degan insonlar bo'lsa, bemalol kelib ko'rsangizlar bo'ladi bu joyda, yo ham telefonda savdo qilsangizlar ham bo'ladi. Ustuna kelib gaplashsangizlar ham yaxshi-da. Undalli ham meni ko'rib o'zingiz bir kelishasizlarda. Agar joy olaman deb yurgan insonlar bo'lsa, shu insonlarga yuborib qo'yinglar. Gaz, svetda muammo yo'q bu yerda. Vodoprovod hamma sharoiti bor. Wi-Fi gacha kelib turibdi. Kim qiziqsangiz telefoninglar, pastda telefon nomeri bo'ladi. Telefon bog'lanaverasiz do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.